hamma so'ragan Ubay brendidan qo'y mashinkalarimiz yetib keldi. 3 xil variantda ko'rsataman. Sizlar ungacha bittadan like qizartirib kanalga podpiska bo'lib qo'yasizlar. Birinchi o'rinda eng hadovoy modellardan Ubay 1200 model. Ikkinchisiga Ubay 1400 model. Yana bitta yangiligimiz bor. Ubay 6000 model keldi. 5 shotchli motor bo'ladi, blok butaniyali bo'ladi. Motori ham anchagina katta modeldan. Bitta ochib ko'rsataman. Narxlarini ham Ramazon oyiga juda katta chiroyli qilib aksiya qilib tushirganmiz. Komplektatsiyasini bitta ko'rsataman. Komplektdan nimalar chiqadi? Ubay 1200 model o'ziga o'yib yozilgan chamadonlari ham baquvvat. Birinchi o'rinda o'zini kuluchi, cho'tkasi, tozalikka, zapasnoy tishi, original tishidan. Garantiya taloni eslatib o'taman, garantiyasi ham bor. Mashinka original bo'lgancha garantiya beriladi. O'zini moyi, zapas ko'miri va perchetkasi qo'lga kiyib ishlatgan. Qo'y mashinkamizni bitta ko'rsatib o'taman. Qo'lga o'rnashadigan qilib ishlangan mana. Avalniy variant o'ziga o'yib yozilgan Ubayning originali. Оборотлari 3000 оборот tezidan o'chirib yoqadigan kulchatri оборот legirovkasi. Avalniy qilib ishlangan, qo'lga o'rnashadi. Ichine legirovkalari ham bor. Ubayning originali. Narxi o'zi eski narxi $65 atrofida sotilgan. Yangi narxi Ramazon oyi ichi. Hayitgacha amal qiladi. Narxini $55 dan qilib beramiz. Endikisi Ubay 1400 model. Buni bitta ochib ko'rsataman. Komplektatsiyasi bir xil. Motor ozgina kuchliroq bo'ladi. O'yib yozilgan. Komplektatsiya bir xilcha. O'zini cho'tkalari, daftari, zapasnoy tishi, perchetkasi, kuluchi, zapas ko'miri, moy bachovi. Ubay 1400 eng hadovoy modellardan juda ham ko'p sotilgan modelimiz. Olib ishlatganlar bo'lsa, Ubay 1400 dan 1200 dan olib ishlatganlar bo'lsa, kameta fikrlanib kutaman. Motori katta, baquvvat, оборот legirovkasi bor. Обороти ham 3000 оборот kuchlisidan bo'ladi. Garantiyali qo'y mashinkamiz. Narxi o'zi $70 dan sotilgan. Ro'za oyicha $60 dan qilib beramiz. Aksiya bahosi $60. Endi bitta yangiligimizni ko'rsatamiz. O'zi $220 chiqqan narxi, buni narxini $200 qilib beramiz. Ko'rib turibsizlar, hammasi upakovka, kачествоsi zo'r. Ubay 6000 model. Buni ham chamadoniga o'zi o'yib yozilgan. Komplektatsiya ham bitta ko'ramiz. O'zini original zapasnoy tishi. Original tishga bitta e'tibor beramiz. Qiyshaygan tishdan. Ko'pchilik so'rardi mana shu tishdan. Garantiya taloni va mana ichida kuluch naborlarigacha bor. Shprisigacha borlar, qo'yga o'kilam qilib qo'yasizlar. Xullas, qo'y mashinkani blok butaniyasi 36 voltlidan bo'ladi, katta blok butaniyadan. Qo'y mashinkaning o'zi. Juda ham ixcham qilib ishlangan, motori 5 shotchli bo'lgani uchun uncha-munchaga qizimaydi, uncha-munchaga charchamaydi. Qo'lda turishlarga ham e'tibor beramiz. Motori ham katta motor. Kichina motordan emas, hali $150 ga adashmaysizlar. Bu kattasidan. Narxini $200 qilib beramiz. Ramazon oyicha $200 dan qilib beramiz. Qo'y mashinkani ixchamligiga bitta e'tibor beramiz. Вообще masa qilib ishlangan. Ovozlari ham juda ham tiniq bo'ladi. Narxlarni bitta eslatib o'taman. Ubay 6000 model, 5 shotchli motor bo'ladi, $200. Ubay 1400 imiz $60 qilib beramiz. Ubay 1200 da $55 qilib beramiz. Bu narxlarimiz ro'za oyicha obunachilarga aksiya qo'yib beryapmiz. Videoga like bosib qo'yasizlar, kanalga podpiska qilib qo'yasizlar. Pastda nomer qoldiraman, aloqa qilib qo'yasizlar.